Bitta to'liq zaryad bilan 410 km yuradi. Akalar Kia'dan yangilik Primera, Kia PV5 bo'ladi. Bu elektromobil, elektrofurgon ko'rsatamiz. Rosa ko'pchilik Staria'ni elektromobili bormi deb rosa yozishardi. Bo'lib ham bu yuk furgonli varianti. Buni Koreyaning salonidan yangi olib chiqaman desangiz ham kamida 35 ming dollar atrofida chiqadi. 35 mingga eksportga ham bermaydi. Berdi degan taqdirda ham bo'lmadiganda 3 ming minadi, 38 ming, 10 ming atrofida rastamoshga chiqadi. 48 ming, 50 ming atrofiga tushadigan mashinani akalar hozirgi qo'yayotgan narximiz 33 ming 900 dollar narxi mashinamizni. Juda ham bir boshqacha, hali zamon bilan ham nafas bo'lib ketyapti-yu mashinalar. Har kuni yangilanib turib chiqyapti. Bu ham juda bir o'ziga xos dizaynda chiqqan mashina. Gabariti kattagina ko'rishingiz mumkin. Shu Staria'daqa keladi. Staria'ga nima deydi? Konkurensiya deydimi? Yuk furgonli varianti. Hop, akalar, bu mashina 1100 km probegda. Orqasidan ozgincha avariya bo'lgan holatda edi. Koreyadagi rasmlari ham bor, tashlab beramiz. Qarang buni, nimasini ichini. Yukxonasining ichini. Ancha ish qilingan bunga, polni shumka qilib chiqilgan. Hozir nimani yoqaman? Spichkasini yoqar ekanman mana. Yukxonasining ichini qarang, kattaligini. Mashinani minsangiz, ichida ketayotganingiz bilinmaydi deyarli. Ichini o'zi alohida bir tema. Koreyada ham bir video qilgandim, esingizda bo'lsa. Qora edi, shunaqasini ham video qilgandim. Polni komplektatsiya bu ham 360 kameralargacha ham bor. Mashinamizni beskulchoy dostуп. Oynalar. Bag'ram oynani qarang. Eshikning ramkasini qarang, kattaligini. Eshik ramkasini kattaligini qarang. Ba'zida bongo porterlarga ham ozgina vazni bor, odamlar tushib chiqishga qiynaladi. Mana bunga ikkita odamni siqib qo'shib olsangiz ham bemalol sig'ib ketaveradi. Shunda kelasiz, paypoqda minib ketasizda, tapchika kiyganday haydab yuraverasiz. O't chiqib tushishda muammo yo'q, o'tirib tushishda. Asosan Koreya qulayliklari evaziga mana shu mashinalar ishlab chiqaradi. Qarang buni, eshigini qalinligini qarang. Bir qarishdan qalin eshigini qalinligini o'zi amerikanskiyaligi zirhli mashinalar bo'ladi, shunga o'xshatib qo'ygan. Bismillah. Qarang. Hozir 97% zaryadi bor ekan, 387 km yuradi deyapti. Mana bular ishlab turgan holatda. O'ziga xos tablosi ham kichkinagina. Bu yoqda kattakon monitor. Bu bari qarab ko'ring. Juda bir boshqacha. Niye bir ishni ishlab chiqardi? Bu yerdan yoqasi sensorli o'zi bu yog'i chiroqlari. Buni rechaga qatta deyotganlar uchun mana rolda bo'ladi. Asosan hozir gibridlarda rolda chiqyapti. Rolda o'zida bemalol xotirjam bir qo'lda boshqarib, yosh bola boshqarib qo'yadigan mashina. Asosan masalan, yosh katta odamlar, ayollar, bolalar kim bo'lsa minib ketaveradigan mashina o'zi asli haydovchilik huquqi bilan birga. Mana orqaga olasiz. Avtomatik ko'rsatadi, 360 kamera. Mashinamizda bemalol moslasangiz bo'ladi. Juda ham aqlli chiqdi. Hop, yuk ko'tarish hajmichi deganlarga zavoddan o'zi bu mashinalarga 550 km 550 kg bergan. O'zi asli yuk ko'tarishini. Endi nechkilar qancha yuklashdi o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar-ku. Mana ichini kengligini qarang. Anchagina ham keng. O'zi bongo porterlarga ham 1 tonnaga bergan. Endi sizlar bilasizlar, nechta tonna yuklayotgan. O'zi minib turganlar nechta tonna yuklashni juda yaxshi bilishadi. Kia. Juda chiroyli chiqdi. 550 kg yozgan orqasiga. Yangi mashina. Salondan yangi olib minyapman deyapsiz. Hatto paketlari ham olinmagan mana aka. Qarang. Masla turibdi. Salonning ichini qarang. O'rindiqlarini yumshoqqina maza qilib minaman deganlar uchun Kia'dan Kia PV5 elektromobilimiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.